Şarkı Türkistan Cumhuriyetçiler Partisi nizamnaması. Assalamu alaikum. O'xshash vaqtda ko'rishaydigan bugun atgan soat 10 atrofida yana Cumhuriyet Partisi to'g'riliq yana boshladim. Tunugunki so'zlaganlarimdan qisqa alam elib qani meniki ekranim Tunugun Cumhuriyet Partisi haqida birinchi videomni boshlab, ya'ni 2 yildan keyin 2 yil burun birmuncha o'ylaganlarimni so'zlagan emasman. Hamda yana shuningki oxirini yana davomlashtirmoqchi partiyaniki siyosiy o'rganishlarini ular qanday o'rganish qilgan bo'lsa, men sizlarga ashlarniki aynan o'xshash bir nizomnomasini men mulohaza qilib bir videolarni ishlaydim. Tunugunki birinchi videoda Xitoyningki chet eldagi tashkilotlarimizni yetim qoldirish, muhojiratdagi Uyg'urlarni parchalash qatorliq shu maqsadlarga yetish uchun bir necha yil ilgari Tongshan qo'ylarni o'rinlashtirib, vatandan san'atchilarni chiqib, shundoq xalqaro singib kirib, muhojiratdagi shundoq bo'lgunchilik silish, yetim qoldirish degandeklarni ishga oshiramagan kinonimdan hozirgidek, ya'ni Cumhuriyet Partisi, yana bir muncha partiyalar, yana bir muncha hukumat degandeklarni shu muhojiratda qurib, shu hozirgi g'olliq tashkilotlarimizni yetim qoldirish siyosatini mushlar orqali amalga oshiryotidi degandeklarni so'zlab, ya'ni To'yg'un Abduvaliyev apandining ovozlarini naq maydondagi videosini, ya'ni saylan faoliyati jarayonida butun ko'pchilikka birinchi qatim ochiq oshkora so'zlagan. Amaliyotda bo'lsa, butun muhojiratdagi ko'pincha odam biladi Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partisiniki qanday ishlarni qilayotganligi. Ularniki faqat so'zlamaganlik yeri bor. Men deyman, shu ogohlantirib o'tirg'i chiqib, biroz chiqib ogohlantirmaganlik yeri bor. Bo'lmasa hammasi aniq, hammani bilib turadi deb o'ylayman. Ishqo'tinagunki so'zlagan bir yarim soatlik narsam yomon emas. Obdan chiqdi, ko'pchilikniki qayta bir cho'qim takror ko'rib beqishini umid qilaman. Tunugunki deyishim bo'yicha yana shu videolarning oxirida hamda birinchi bo'lib shu Cumhuriyet Partisininki qasamnomasidan boshlayman degandim. Bugun da shundan boshlamoqchi. Bunikini ayrim men so'zlamaylan bir video chiqarib qo'ydim. Shuni ham baharlab anoniki bu Cumhuriyet Partisiniki tunugunki ovozini qisqa bir qo'yib o'tayman. Qanday yetim qoldirish deganni shu o'ziniki nizomnomasida aniq yozilgan chog'da qanday qiladi desa, shu partiyaga kirgan hamon boshqa tashkilotlar bilan munosabatini tamoman uzadi. Ya'ni nizomnomamizga xilof ekan, o'xshamaydi ekan deb boshqa tashkilotlar bilan munosabatini uzish kerak degan gap, shu yetim qoldirish kerak degan gap. 45 Oluşqa tayyor turdi. 4-chi bab partiya intizami, 17-chi modda vazifalarimizni o'rinlashning kapolati. Partiya intizami partiyaning barliq tashkilotlari va barliq a'zolari rioya qilishi shart bo'lgan ve uni ahlisi bo'ladi. 15-chi modda partiya a'zolarining majburiyati. 15-chi modda 1. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasining a'zolari a'zolik iltimosi sungan kundan boshlab o'zining barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi. Barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi degan gapni kichikroq mulohaza qilib so'zladim tunugun. Partiya maxfiyatligini emas. Dedim-ku, o'zinglarniki turmushidagi, atrofingdagi ishlarni, oilanglardagi ishlarni degandek haqiqatan hammasini aniq bilib turdi deb so'zlagandim. Sungan kundan boshlab o'zining barliq siyosiy maxfiyatligini partiyaga topshirdi. Shundaqla partiyaning asosiy nizomnomasiga xilof boshqa tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatini uzdi. 15-chi modda 2. Partiya intizomiga, mavjudligiga, siyosiy qoidasiga aniq rioya qiladi. Partiya yadrosining o'rinlashtirishiga aktiv bo'ysunadi. Partiyaning tashkiliy faoliyatlariga qatnashadi. Har qachon qasamini yodda tutib, partiya nazoratini qabul qiladi. 15
Tamam, tönögünki sözlüğünümden kısqa qığınım muşunçik bolsun. Әмсә бүгүнкүсүнү расмий башлай. Bu азыр диккат кылсаңлар, Шаркы Түркістан Cumhuriyet Partisi'ninki nizamnaması, qasamnaması, aşının içindeki kurulması degендeklerini hemmisiniki Xitaycha materialını tapqılı buldu. Aynen okşaş. Muşu qasamnaması mı okşaş? Qasamnaması da qandaq deysanlar, Aşağıdaki ben öz ixtiyorligim bilan Cumhur Komünistik Partisiga kirman degan gapni Cumhur Komünistik Partisini ko'rgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partisi deganni ham almashtirib qo'ygan. Gongchan Zuyini ishga oshirish uchun butun shu hayotimni nima qilman degan gaplarniki har biriga so'z o'xshash, hatto rad tartibi bo'yicha o'xshash. Shu Kommunist Partisiniki, ya'ni Xitoyninki chet elda qurib bergan partiya deb mushundoq tashkil qilmoqchiman o'zim. Bu o'zimniki shaxsiy fikri. Buni men dedim, tushunchimni boshqalar bilan o'rtoqlashdim. Ular gerçi düşensin, lekin o'ttirg'a chiqib bir narsa deymizmi? Ham qanaqa mamda ularni o'ttirg'a chiqib zo'rlab qachon ogohlantirish bersalar, shundoq ziyonli bo'lib ketib bordi, dedim. Shunga men hozir aniq deb qo'ymoqchi, men faqat shu yerda independently nima deyman? YouTuber bo'lish sifatim bilan so'zlayapmanlamday. Endi davomli so'zlamoqchi. Bugun hozir sizlarga shu aynan nizomnomasini va Әміснекі Xitaychasini sizlarga deb bermoqchi. Shunga men ozroq so'zlashim mumkin, ko'proq material qo'yishim mumkin. Undan boshlaylik hamsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Sharqiy Turkiston mustaqilligiga tuhfa qo'shish uchun Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasiga o'z ixtiyorim bilan kirdim. 我自愿加入中国共产党。我自愿加入中国共产党。 Bugundan boshlab partiya programmasini himoya qilaman. 拥护党的纲领。拥护党的纲领。 Partiya intizomiga qattiq rioya qilaman. 遵守党的章程。遵守党的章程。 Partiya a'zolarining majburiyatini ado qilaman. 履行党员义务。履行党员义务。 执行党的决定。 Partiya qarorlarini ijro qilaman. Partiya maxfiyatligini saqlayman. 执行党的决定。 严守党的纪律。严守党的纪律。 保守党的秘密。 Partiyaga sodiq bo'laman. Sharqiy Turkiston uchun umrvoyat kurash qilaman. Hech qachon voz kechmayman. Barliqimni qurbon qilishga har vaqt tayyorman. Sharqiy Turkiston mustaqilligiga, Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasiga mangu osiylik qilmayman. 保守党的秘密。 对党忠诚。 对党忠诚。 积极工作。 积极工作。 为共产主义奋斗终身。 为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党，永不叛党。 Tamam. Qasamini aynan Xitoy Kommunistik Partiyasiniki Xitoyninki chet elda qurib bergan partiyasi shu. Ham bizniki yoshlarimiz shu bilib bilmay kirib ketib, boshning ichida Mao partiyaniki qasamnomasini Xitoychasini deb berganam, hamda men boshqa modellarniki Xitoychasini deb beray sizlarga. Mao'niki o'zini partiyaniki qurilmasini anglanglar. Mao hozir partiyaga kirishiga chiqib ketgan chog'da tek qiziq gap bular. Navoda partiyadan chiqib ketgan bo'lsa, shu partiya yadrosi muzokara qilib partiyadan chiqirdi ekan, uni shu ko'pchilik bilan public qilib oshkorlamaslikni partiya belgilaydi ekan. Bu dunyo Uyg'ur qurultiyidan odamlar chiqib ketsa, shundoq tashviq qilib ketgan tonglarni o'zinglarning partiyasidan odam chiqib ketsa, uni yushurun tutadi ekansizlar, qiziq saran ekansizlar. Demak, o'xshash muomala qilmaysizlar hamma ishlarda. degan gapinglar bilan nizomnomanglardagi gapinglar bilan amaliyotda qilayotgan ishinglar tubdan qarshi boshqalarni yetim qoldirish
degandagi siyosatlarni aynan sizlar ijro qilib beryapsizlar-ku. Meniki bir nimam bor. Shu ochiqim gapga sizlar sal duduqlab qoladigan. Onun ustiga naq maydondan bevositalam so'zlayotgandan keyin naq maydonga o'tirib chiqib bevosita so'zlamakni tasgan bo'lmasa o'zinglar chiqib o'tirib chiqib so'zlab berganlar qanaqa bo'ladi ekan. Tamam. Jungo Kommunistik Partiyasininki qurilmasi ichidagi gaplarni anglab berganlar yana. Teşkilatlarının məsullarını yötküsə yoki vaqtliq tayinlasa bo'ladi. 6-madda partiya taftish hay'ati. Partiya taftish hay'ati partiya ichidagi mustaqil adliya organi bo'lib, partiya ichidagi adliya intizom xizmatiga mas'ul bo'ladi. Uning asosiy vazifasi bunda: birinchi, partiya nizomnomasini, intizomini va partiya obro'yini qo'g'daydi. Ikkinchi, saylovning betaraf, adil partiya obro'yini qo'g'daydi deb qaranglar. Bir ayol kishini tillash partiyaniki obro'yini qo'g'daganlik emas. Masal turib so'zlaychi bo'ldi, mana qo'yaveray. Bo'lishini ko'zatadi. Saylov natijasini tasdiqlaydi. Partiya a'zolarining huquqini kapolatga ega qiladi va majburiyatini surishtiradi. 3. Maxsus intizom tekshirish guruhi tashkillaydi. Munosabatli tashkilotning yig'inlariga qatnashadi. Chiriklikka qarshi turishga tashkilotchilik qiladi va uni moslashtiradi. 4. Partiyaning nizomnomasi va intizomi bo'yicha tekshirish ilib berib, mukofot jazo qarorini chiqaradi. 5. Partiya a'zolari va ammaning pash qilishini va shikoyatini qabul qiladi. Ammaning partiya a'zolari va partiya amaliy harakati to'g'risidagi tanqid fikrlarini egallab, partiyaning haqqoniylik va qonuniylik obrazini qo'g'daydi. Partiyaning har darajalik tashkilotlari va a'zolar bosh taftishning xizmatini qo'llashi shart. 7-madda partiya tashkiliy xizmati va umumiy tashabbus. 7-madda 1. Partiya yadrosi va har qaysi tarmoq tashkilotlarining yig'ini har haftada kam deganda bir qatim o'tkaziladi. Tayanch tashkilotlar vatandagi chog'im men o'qituvchi edim. 90 oylik 1-o'tir maktabda va ilonliq o'tir maktabda her haftada bir qatim mashindaq siyosiy o'rganish qiladigan, har haftaning 3-chi kuni tushdan keyin butun yig'ini oyda bir qatim, partiya umumiy yig'ini har faslda bir qatim o'tkaziladi. Yig'inda a'zolar tarmoq tashkilotga, tarmoq tashkilot tayanch tashkilotga, tayanch tashkilotlar partiya yadrosiga taklif beradi, plan topshiradi, xizmatidan doklad beradi, xizmat taqsimotini qabul qiladi. 7-madda 2. Partiyaning har qaysi tayanch va tarmoq tashkilotlari aktivlik bilan harakat qilishi, vaqtdan unumli foydalanib partiyani kengaytirish, iqtidor oshirish, siyosiy tarbiya vazifalarni ustiga elishi kerak. Partiya kotibi har qaysi tashkilotlarning xizmatiga va aktivligiga har oyda bir qatim nomer qo'yib xotirlaydi. Nomer qo'yib xotirlash. Hozir anglayotganlarni butunlay Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasi deb o'ylamay, Kommunist Partiyasi deb o'ylasanglarchi, o'xshash. Aktivlikki o'lchami yetmagan tashkilot va shaxslarga partiya intizomi bo'yicha chora ko'rildi. 7-madda 3. Cumhuriyetchilar partiyasining tayanch va tarmoq tashkilotlari o'z xizmati doirasidagi masalalarni mustaqil mas'ul bo'lib hal qilishi, o'z beshimchilik bilan fikr bayon qilish yoki harakat planlashdan saqlanishi kerak. Tayanch tashkilotlar partiyaning asos qimmat qarshida birdek bo'lishini ishga oshirib, partiya yadrosi bilan xabarlashib turishi, partiya yadrosining rahbarligini qabul qilishi va bir-birining xizmatini ilgari surishi lozim. Partiyaning tayanch tashkilotlari muhojiratlik uyg'urlarni mushundoq kontrol qilmoqchi. Hamma yerdan mushundoq o'z xizmatini belgilama bo'yicha oshkorlab, partiya yadrosiga qarorlik to'plab beradi. 7-madda 4. Cumhuriyetchilar partiyasi shaxsga cho'qinishning har qanday shaklini man'iy qiladi. Tayanch va shaxsga cho'qinishni man'iy qiladi deb men shuni ayrim ma'yan bir programmalarimda men to'xtab men bir izohat berib qo'yay. Shaxsga cho'qinish deganda u bir chog'larda qani qo'shoqlar chiqib ketmadimi? Sharqiy Turkistonni ozod qilib beradigan xuddiligi nima deymiz? Sharqdan chiqdi, Qizil quyosh, Jungodan chiqdi, Mavzun deganga o'xshash Uyg'urlarning ichidan Najmiddin Sherif chiqdi deb bir
qo'shoqlaringlar o'tirg'a chiqib ketmadimi? Bu yerda shaxsga cho'qinishga qarshi turdi. Hamma gapinglar yolg'on keslarniki. Ash butun nimanglarni shu nizom namanglar ey ben birdan hammani oshkorlayman, hammani kesip parçalab ko'rsatib berman. Yadro a'zolar o'zlarining qasamini har vaqt yodida saqlab, o'zining va sabdoshlarining inovatini qo'g'dishi va Vatanparvarlarga xos siyosiy sapo va axloqni namoyon qilishi, xizmat postimizning vatanning hayot mamotiga munosabat ekanligini unutmaslik kerak. Axloq namoyon qilish kerak deb boshida hey Uyg'ur erlari partiya a'zolari partiyaga kirgandan keyin qanday bo'lib ketdinglar, qanday o'zgarib ketdinglar. Chin ko'nglimdan o'zinglarniki aslini tepib olishinglarni umid qilaman. Shu Kanadada shunday mafiyaga o'xshab qolgandeklar gapdi, Sharq Turkistondagi bir narsalarni topshirib bersin, banki savodlarini topshirib bersin, social media topshirib bersin degandagi takliflarni ovozli uchurlarni anglagandim. Bu shunday yaxshi Uyg'ur yigitlarni partiyaning ichiga kirish uchun ajab bir o'zgartirdi ekan, ichim sizlarga sabdoshlarning inovatini qo'g'daymiz, partiyaning inovatini qo'g'daymiz deb yurib boshida odam tilasanglar, ayol kishini Uyg'urning ichida shu partiyaningki inovatini qo'g'dag'anliklarimdiki, sabdoshlaringlarning inovatini qo'g'dag'anliklarimdiki. Tamam, keyingi videolarda men chiqaray elib. 7. madda 5. Cumhuriyet Partiyasi partiya tashkiliy xizmatini kuchaytirish uchun partiya ayollar komiteti qurdi. Joylardagi aktiv siyosiy faoliyat qilgan Sharqiy Turkistonlik ayollar partiya nishoni va birlik tashabbusini chiqish qilgan holda partiyaning ayollar orasidagi ommaviy asosini kuchaytirdi. 7. madda 6. Cumhuriyet Partiyasi yoshlarni yetishtirish, yoshlarning Sharqiy Turkiston ozodligiga bo'lgan qizg'inligini siyosiy tajriba bilan ta'minlash uchun yoshlar komiteti qurdi. Joylardagi yoshlar komiteti tayanch tashkilotlarning muhim tarmoqi sifatida ta'lim, tarbiya, tashviqot va partiya strategiyasida rolini joriy qildirdi. Partiyaning yoshlar orasidagi ommaviy asosini kuchaytirdi. 7. madda Men tunugin sal ochiqlab qoldim, shunday farzandlarimizga kichik bolalarni partiyaga kirgizman deb yurganini. 7. Cumhuriyet Partiyasi Cumhuriyetçilik, barabarlik ve adalet prensipleri oturup az sonliqlarning huquqiga kapolatlik qilish, az sonliqlarning Sharqiy Turkiston ozodligiga bo'lgan qizg'inligini yuqori ko'tarish uchun az sonliqlar komiteti qurdi. Joylardagi az sonliqlar komiteti partiya umumiy gavdasining muhim tarmoqi sifatida ta'lim, tarbiya, tashviqot va partiya strategiyasida rolini joriy qildirdi. Partiyaning az sonliqlar orasidagi ommaviy asosini kuchaytirdi. 3. Assallıqlar deb Xitoyda bizni assalliq millatlar deb bu partiyaning ichidagi assalliqlar haqida ko'pchilik tunugin so'zlagan bir yarim soatlik videomni bir cho'qim ko'rib beqishinglarni alohida tavsiya qilaman. Muhojiratdagi Uyg'urlarimiz qanchalik xatar ichida, keyingi avlodlarimiz farzandlarga qo'l uzatayotgan bu partiya Razil partiyaga kirgandan keyin shunday obindarchiliklarni buzitadigan, kichik guruhlarni buzitadigan, oilalarga ayoliga telefon qilib bir oilaning ichiga mozor soladigan, tashkilotlarni yetim qoldiradigan, cho'ng hammasida parchalash ilib berayotgan partiyaga kirgandan keyin buningdagi shunday shu mashhur shuarlar bilan shu degan gaplar bilan anondan keyin bular ichida nizomnomasida aniq ko'rsatilgan ekan bularningki Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurish uchun mushu kurash yo'lida eng oldi bilan qiladigan ishi shu o'zimizning ichidan qo'yni izlaydi. Qani nashin bir uni ayrim so'zlamoqchidim. Ish qilib meni hozir aniq deb qo'ydiganim o'zimniki shaxsiy nomimdan hamda mushu ovozliq siyosiy o'rganishning ichidagi ovozlar isbot bilan so'zlanglar deydi-ku hammasi. Facebook'ta, muhojiratda bekat tuhmat qilmanglar deb. Shunga men isbotliq hammasini o'tirib qo'yib, mundaq deb so'zlayotganim shu. Masalan, shu partiyaniki qasamnomasi shu Xitoychisida aynan bor. Xitoyning chet elda qurib bergan partiyaga kirgandan keyin u Xitoyninki josus
yollab, kishilarni majburlab, undaq uchur yetkizish, undaq ishlari texam osonlashadi-da. O'zimi bilib bilmay, partiya a'zolari o'zimi bilib bilmay shu atrofidagi odamlarning ismlarini, nima ishlarni qildiganligini, partiyaga kiramdi, kirmamdi deb birdan-birdan tatib kirib, qanaqa qiladi Xitoy Kommunistik partiyasi shu diasporadagi hamma Uyg'urlarni shundoq bu kengaygan sari bir jilon dedim, bu jilonni beshida kichik deb o'zimsan shu cho'nglaydi chaqadi deb mushlab kunda yilonning zahri chiqish bilan oldirish bular. Nizomnomasida aniq ko'rsatilgan shu bo'yicha. Meniki mushundaq so'zlab nima qilsam bir endi mallam emas hamma yerdan ovoz chiqqan bo'lsa, haqlar yaxshi qildingiz, yaxshi so'zladingiz, haqiqatan shundoq deb tushunganlarimni tushungan bilan bu o'tirg'i chiqib ovoz demsa, bizniki hamma yoshlarimiz shu vatan sevgisi, mustaqillik orzusidan foydalanib, partiyaga yig'ilib, kundan kunga kuchayib, mana shundoq cho'ng tutki işte Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasi degan nomda, amaliyotda Jungo Kommunistik Partiyasi degan bilan o'xshash qurum bo'yicha shundoq muhojiratda bir qurum tuzayotdi bular. Qanchalik xatarlik ekanligini men misollar bilan so'zlayapman. Endi so'zlashni boshlagandan keyin buni men 2 yil burundan bilib bo'lgan partiya a'zolarining qandayligini, sabdoshlarining inovatini qo'llaymiz deb, partiyaning inovatini qo'llaymiz deb o'tirib chiqib o'zini satlashtiradigan bular. Qilganlar yaxshi emas, o'zinglarga yaxshi emas, o'zinglarniki degan gaplarimni to'g'rilab bir muloyiza qilib baxsanglar bo'lmaydi. Ayol kishining tiligacha. Meniki bu chiroyim Alloh yaratganga sizlar qarshi chiqamsizlar shundoq. Chiroyim bir narsa deysizlar, men bir partiyani bir narsa deysiz. Men qiziq ekansizlar. Bu yerda partiyaniki sabdoshlariniki inovatini qo'llaymiz deb yurib, ashuna o'tirib chiqib tilsanglar u bo'lmag'ini. O'zing partiyaniki inovatini tiklayman desanglar, u usullar bilan tiklayolmaysizlar. O'zinglarni kundan kunga razillashtirishlar, uni qilsanglar. U odam sonini zo'raytdik degan bilan shu Xitoy foydali ashaq ish qilib beryapsizlar. Nizomnomasidagi gaplarni partiyaga kirdinglar, tamom. Ichiga kirgandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayiniga $5 maza qilib ketadi ekansizlar. O'zinglarniki oshkora partiya a'zosi bo'lsa, oylig'iga €10. Yoshirin partiya a'zosi bo'lsa, oylig'iga €20. Ular bu $5 so'rabdi. Sizlar-chi bulab oldi ekansizlar, u yoqdan qasam bergizib bilan bu yoqdan ashunda. Hey, partiyaga kirgandan keyin shundoq ekstremizmga qarshi turdi deb siyosiy o'rganishlar bilan odamlarning xarakterini o'zgartirib yetalayotgansizlar, siyosiy o'rganishlar bilan. Bir odam o'zgarib ketadigan partiya a'zosi bo'lgandan keyin shu yoshlarimiz gap qilish usuli, mijoz xarakteridan tortib o'zgarib ketadigan yaqin og'aylar. Ben o'zimniki shaxsiy bir misolni olsam, bu ilgari, sen 4 yil ilgari 2018 to'g'ri, shu birlik yig'inlarga bordik. Kanadaga 10 ming Uyg'urni akilimiz deb yig'inlarga tam kirib, rasmlarga tushib, birlikqa uchib qahva o'ltirib, işte qatosiga bir necha yildan. Endi 4 yildan keyin men shundoq Cumhuriyet Partisi to'g'riliq so'zlagan videolarim qatorida men so'zlaganga kepandan bir ekansak salomlamaylik amamsizlar. Assalomu alaykum desam, o chiroyga olib qarab o'tib ketgan gapga. 5 vaqt namoz o'qiydigan taxay. Partiyaga kirsanglar shunday o'zgarib ketadikansizlar. Burungi og'aylaringlarni o'ylab beqinglar. Shundoq yaxshi do'stlaringlar, og'aylaringlar bordi. Voz kechib ketadikansizlar partiyaga kirmadi deb bilan. Shundoq ziyonli partiya Xitoy Kommunistik Partiyasiniki chet eldagi qurib berayotgan tashkiloti, Xitoyning maqsadlarini shu partiyalar orqali boshqa narsalarni o'sirgan dokument bu degandeklarni men ular to'g'riliq bir ishkiri bunda ta yuzakilam uni buni anglayman-ku. U yerdan bu yerdan materiallarni, videolarni ko'rman-ku. Mesela Uyg'uriston boshqalar to'g'riliq gapirmay, men o'zimniki tushunganimni men shu maxsus shu Najmiddin Sherifniki shu uzun
3-4 saatlik videolar var bana ayrım siyasi ögünüş kılgan birinci kıtımdaki. Ben onu burun sizlerge bir dep ötken şu çaladılam iz kılıp bolgan men bu partiyaniki qanaq ekanligini ayrım faoliyatçılar bilan görüşdüm. Ay ondaq gem mana qanaq qılmız baldır bir nem qısaq buladı. Hiç kim keyin qanaq boldu mana şunda hazırqadek gününü qılgan şu özümüzniki qanaq şu nizamnamasıdaki özüniki bir teperdan gepken doqku. Ulaniki bir 5 düşman var kendinla. Birincisi qıldıgan şey şu Xitay birden bir düşmanımız da koyup şu 5 şu nemizdeki içindeki birisi birinci bulup şu özümüzün içinden hain izlep özümüzdeki teşkil kurulmasını bir barpa qılıp yeni bir şu Xitay Komünistik Partiyasininki çetelde kurup bergen partiyasi şuna bugünkü temamını maşında koydum. Şarkı Türkistan Cumhuriyet Partiyasi, Cumhuriyetçiler Partiyasi, Komünistler Partiyasi, Komünistler Partiyasi de. Partiye kirgenlik yılım komünist olup gitken. Beni tıllaydan bir mi ayal kişi yok. Bu Uygur erler uçuk aşkara. Ben ilgili bir aşında inkaslan oku bir video işlegendim. Sizlerniki her bir tıllıgan onda inkaslanlar fakat bana küş berdi. Bana gepni anlanglar. Meni tillap to'xtatib qo'yman deb onda o'ylamanglar. Xato o'ylagan bo'lsizlar o chog'da. Aşı her bir tıllıqninglar ko'rgan vaqtimda men nima o'ylayman desam, kulib ketib, ha, sabdoshlarini qo'g'dash mushundaq bo'lsa, tamom. O'ziniki rahbarini qo'g'dab boqsin desa, deb men kelar ketimni videolarda chiqarmoqchi. Rahbarimlarni qanday qo'g'daysizlar ekan? Bu rahbarimlarmi ayol kishilikni g'aybat qilib chet ellikka tekkan vatanparvar ayollar deb hammasini bir narsa deb boqqan o'shadagi Ruqiya Turdish xonimning qanchalik bir narsani deb ketmagan-ey. Menga nimalar deganingizni esingizda bormi? Ruqiya Turdish xonim o'ziniki Uyg'ur erini tashlab qo'yib turkka buzilgan ekan. O turkka tekkandan keyin qarasa u turk emas, kurtgan degan gaplarni men shu kimdan olayim bo'lmasa? Nurgul Saud xonim chet ellikka tegibdi degan ovozlarni shu rahbarlarning ovozini chiqarib qo'yay. Tilanglar. Tilab bekmanglar qani. Meniki bir taklifim partiyaniki yadrosida bir yig'in ichinglar. Yig'in ichib inkas yazsanglar, tuzuk inkas yazinglar deganni bir nim qilinglar, hujum qilamiz demay. Bo'lmasa men o'shida hammasini chiqarmay, men qilmaydi demanglar, hammasini qilaman. 3 ayoli bilan so'qishgan gaplarni ovozga olganlarini men qo'yib bergan. O'shani hammasi shu 4 soatlik videoni kechida saqlaqliq. Qo'llarim cho'ng bo'lgan chog'da shopsinikiga ben oltiman deb so'qishgan ovozlarini qilgan. Ben YouTube'ga chiqqanim birlam. Vatandagi ayolimni Xitoyga zo'rlagan, Xitoy bilan to'y qilishga zo'rlagan degan gapni 1 minutlik nimishi shu vatandan shu Xitoylarga zo'rlab to'y qilish haqida chet eldan guvohchilar statutini shu Najmiddin Sherif nimishi Xitoy bilan to'y qilishga zo'rlangan ayol haqida guvohlik bermaydi deb ovoz men hech nimani so'zmay faqat ovozimni chiqarib qo'ydim. Shu hozir chet eldagi Uyg'ur davosida shu belgilik to'kib yaratgan esa bir qism Uyg'ur xonim qizlarimiz bor. Chet ellikka tekkanda. Hey, vatanda u majburiy to'y qilgan bo'lsa biz unga aralashishimiz kerak endi. U hammamizning ishi. Bir Uyg'ur qizni bir Xitoyga majburiy to'y qilgan bo'lsa, u hammamizning ishi. Biz so'zlashimiz kerak. Endi bu Uyg'ur ayol bu chet elda endi o'zi xohlab tekkan bo'lsa, u bizning ishimiz emas u. Chet ellikka tekkan vatanparvarlar deb boshqa bir muncha. Endi hammalar bilishib oldinglarmi? Bu Najmiddin Sherifniki partiyasi, men partiya haqida so'zlayapman. Agar yana shundoq tunugun bugun bir necha kun oldida, bir necha kun emas, hafta 10 kun oldida meniki o't qo'ygan bola bor-ku, Xitoy konsuliga. Shu Ershad inimiz bir qutulib qolsa bo'ladi deb Facebookga yozsam, Ershad inimizni qarlabdi deb. Hey, partiyaga kirgan odamlar qanday o'ylaysizlar?
Ben o yerda qaralamasam ya, shu bolam bir qutulib qalsa bo'ladi deb so'zlasam, uni unutilib ketibdi ekansizlar. Bilmay qoldim da, u necha kunlar o'tgandan keyin ko'ribdim. Xuddi o'sha o'zinglarniki och singillarninglarniki, o'zinglarniki bir oylik ishlariniki, xuddi ayol qizlaringlarniki rasmini kompyuter, Facebook'ga qo'ygandek bir ayol kishini rasmini qo'yib rastlaydi ekansizlar. Men nima to'g'riliq so'zlanglar. Partiya to'g'riliq mush o'zinglarniki nizomnomasilarni men qo'yib beryapman-ku. Nizomnomasini so'zlagandan keyin sizlar o'ylanglar, shu to'g'riliq so'zlanglar. Meniki ideyalarimni, so'zlaganlarimni mulohaza qilinglar. Allah yaratgan chiroyimni bir narsa demay, bu boshqa bir narsani bir narsa demay. Bo'lmasa, sabdishinglarni qo'g'langlar qani. Shu partiya rahbaringlarni qo'g'langlar qani deb mashnik ovozini yana davomli chiqarman. Hozircha birini chiqardim dedim-ku. Agarga rahbaringlarni tushuninglar deb partiyaga kirsanglar pek o'zgarib ketasizlar. O'zinglarning aslini deb bilinglar. Meniki oxirgi videom partiya a'zolariniki qanday qilish, bundan keyin qanday qilish, o'zini o'zi qanday tutib, o'ziga qaytish to'g'risida meniki bir necha tavsiyalarim bor. Uni oxirgi videoda so'zlamoqchi, hozircha davomli mushlarni so'zlab turmoqchi. Beshida anlatgan ovozlarim bu nizomnomasidagi shu qasamnoma va qurilmasi degandeklar Xitoyniki aynan to'rbatlarida aynan hammasi bor. Videoliqlar bor. Mazmuni o'xshash, faqat ashadagi shu ismni almashtirib qo'ygan, partiyaning ismini almashtirib qo'ygan. Vatanning mustaqilligini Sharqiy Turkistondagi mustaqillik yo'lida abadiy kurash qilman, partiyaga mangu sodiq bo'lman degan gaplar tomamdi. Ashu Gumchan joyini amalga oshirish uchun shu sodiq bo'lman, partiyaniki maxfiyatligini saqlayman degan gap rad tartibi bo'yicha hammasi o'xshash. Endi mana nizomnomasidagi uning ichidagi shu nimalarini qasamdan keyinlamaniki bu voz kechish haqida, partiyadan chekinish haqida, undan boshqa bir partiyaning ichidagi iliqi boshqaruv, o'zaro nazorat qilish, yig'inlarni ichish degandeklar bor-ku. O'shaniki hammasi shu nomer qo'yishlar bor degan bo'laniki. Naq Jungo Kommunistik Partiyasiniki bilan o'xshash. Jungo Kommunistik Partiyasiniki chet elda qurgan bir nemisga. O'ylig'im shu, men mushlarni yana davomli isbotlar bilan so'zlayman. Oxirgi taklifimni unutib qolmanglar. Partiyaniki yadrosida bir yig'in ichinglar, tuzuk inkos yozishni maslahat ishinglar o'rgatinglar. Bugungi videom o'shagicha. O'xshash vaqtda ko'rishaylik. Allohga omonat.